Qizlik pardasini tikaman. Qizlik pardasi tikasizmi? Ha, qizlajonlar, qizlik pardasini tikaman. Xullas qizlajonlar, kelavringlar. Qizlik pardasi tikaman. Har xil savollarni berib, xijolat bo'lib, yozib o'zinglarni qiynamanglar. Faqat bitta sharti bor. Yo'q, o'limdan xabar bor, bundan xabaring yo'q. O'zingchi? Yo'q, bilmasdim. Senchi? Shunaqa qilib qizlajonlar, shartimiz bitta yuzinglar bilan bitta chiroyli rasmni olamiz va Instagram postimga joylayman. Qizliginglarni tiklaganim haqida hamma so'rab, ovora bo'lyapti-yu, sizlarni ko'rib, tikishimni hamma bilsin. Ha, yoqmayaptimi? Meni ham jonimga tegdi bunaqa savollar. Yirtuv yamoqlar bilan ishlamasligimni ming marotaba aytdim. Yozib jonimga tegdilaring. Kamiga shallaqlik qilib, shantaj qilishlaringga o'laymi? Yana erkaklar teshib qo'yib, qizim bor edi, anaqa qilib berasizmi demanglar. Olib kelinglar, men bunaqa qilib beraman. Oxirida chiroyli qilib, sharmandanglarni ham chiqarib beraman. Qachongacha odamlarni aldaysizlar?